Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda do'stlar, Charli ruhini chaqirib ko'ramiz videosi bo'ladi. Sizlar bilan Charli ruhini chaqirib ko'ramiz do'stlar. Lekin video boshlashdan oldin tavsiya etmoqchiman. Bunaqa jostki, bunaqa qo'rqinchli video uchun hozir qorong'i davoman fonarimizni yorug'ligi uchun yorug' ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin, lekin qorong'ida olyapmiz. Bunaqa video uchun endi like bosib qo'yasiz, obuna bo'lib qo'ymasangiz bilmadim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa, agar mana shu video tagida 30 ta like yo'qsalaring, Pikoya Dama ruhini ham chaqirib ko'ramiz. Bo'lmasa Charli ruhini chaqirib ko'rishga qana oldi, qani ketdik. Do'stlar, navbat endi Charli ruhini chaqirib ko'rishga. Buning uchun bizga bittagina list va ruchka kerak bo'lar ekan. Bo'lmasa buni biz sinab ko'ramiz. Ketdi. Yaqinroq kelavering. Yaqinroq keling, ko'rinish kerak mana bu daftar. List. Buni endi biz ikkiga bo'lib olamiz. Endi ham bo'laveradi. Va metga yes. Metga ham yes. Bag'iga ikkita joyga no deb yozib olamiz. Endi buni hozir tekisroq qilib do'stlar yerga qo'yamiz endi mana. Tekis turish kerak va buni mana qilib turib ruchkani tekis qo'yishga harakat qilib ko'raman. Tushib ketmaslik kerak eng asosiysi. Tegib qolmaslik kerak tayi. Do'stlar teskarisini qilib ko'raychi. Qo'yishga baribir qiyin bo'ladi. Menimcha tegmadi. Tegib turibdi. Qopqog'ini olib turaylik. Tekisdan narsa topolmaganim uchun mashina o'zini olib chiqaverdim. Hozir ko'ramiz do'stlar. Bo'lmasa bitta yumaloq ruchka bor edi. Shu yumaloq ruchkani olib chiqib ko'ramiz. To'xtaydi. Qopqog'ini tashlasak ham turmaydi. Bo'lmasa do'stlar hozir 2 daqiqada yumaloq ruchkani olib chiqaman. Ungacha sizlar pauza. Do'stlar, dushi video boshlanyapti. Sizlar bo'lsa hozirroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Описаниеda Telegram kanalimning linki bor. Shu Telegram kanalimga ham o'tib, ya'ni silkasi bor, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Böyle video davom etadi. Do'stlar, navbatda endi olib chiqib oldim, terib qo'yib ko'ramiz. Endi o'xshab qolar. Kelib mana unisini qo'yamiz. Yumalarda menimcha turadi. Yumalaqroq bo'lsa. Ya'ni qo'yish turganda endi turadi. Hozir. Qopqoq jilib ketyapti, qopqoq tiqib turmasa. Mana bir ruchka jilib ketib qolyapti, yumalag'i. Bu oson. Mana shunchalik qo'yib olish ruchkani. Turdi menimcha. Yo'q, oldi ko'tarilib qolibdi. Turdi. Do'stlar, bo'lmasa endi bunga savollar berib ko'ramiz va o'xshashimmi yo'qmi bilib olamiz. Buning uchun turamiz. Endi boshlaymiz. Charli, tu здесь? Charli, tu здесь? Shunaqa savol beramiz. Charli, tu здесь? 3 marta aytdim. Hop, jilgani yo'q. Yo'q, hozircha qimirlagani yo'q. Tegim qopdi jichcha. Qo'yish qiyin bo'lyapti do'stlar, mana jilib ketib qoladi. Buni tekis qo'yish jichcha problema. Orqa tushib ketib qolyapti, yo oldi tushib ketib qolyapti, shuna bo'lyapti. Bo'ldi, surda. Endi keyingi ikkinchi savolni ham berib ko'ramiz. Sizlar bo'lsa like bosib qo'yinglar. Xo'p, Charli, bizni hozir ko'rib turibsanmi? Charli, hozir bizni ko'rib turibsanmi? Charli, hozir bizni ko'rib turibsanmi? Bu 3-savol. Necha kutamiz endi? Yo'q, jilmadi. Bu savolimizga ham javob bermadi. Endi keyingi savol berib ko'ramiz. 3-oxirgi savoldi. Charli, biz ichimizga kirib olmoqchimisan? Charli, bizni ichimizga kirib olmoqchimisan?
Charli. Biza ichimizga kirib olmoqchimisan? Yes kechalik yetib qolsam nima qildim? Realno lekin qo'rqib turuvdim o'xshab qolsa ya deb. Yo'q. Hech qanday reaksiya bildirmadi. Demak, bu o'xshamas ekan do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun kechqurun mana shunaqa qo'rqinchli videolar olyapmiz. Do'stlar, endi yana bitta narsa aytaman. Qachonki mana shu videoda tagida 30 ta likedan ko'p like yig'ilsa, Pikvoy dama ruhini ham chaqirib ko'ramiz. Bundan ham qo'rqinchli bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, menimcha dunyodagi eng qo'rqinchli rasmlarni ko'rib chiqdim videosini 4-qism, ya'ni 2-mavsumini kutayotganlar ko'p bo'lsa kerak, chunki albatta like'larni ko'paytirib yubordilar. Shuning uchun men bu videoda 30 ta like so'rayapman. Endi xudo xohlasa keyingi video ana shu videoni ham qo'yaman. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'lib qolaman. Keyin yana bitta narsa do'stlar, opisiyaniyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Birinchi bo'lib ana shu Telegram kanalimda video qo'yamanmi yo'qmi, o'sha e'lon qilinadi do'stlar. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar uchun mana shu videoni YouTube sizlarga maslahat beryapti. O'tib ko'ringlar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar.